Excel shunchaki hisobchi emas, u kuchli tahlilchidir. Oddiy amallardan tashqari, Excelda sin ulsul n ulsu 7,5 kabi murakkab matematik modellarni bitta katak ichida hisoblash mumkin. Katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish uchun statistik funksiyalar average, max, min va fact funksiyalari ajralmas yordamchidir. Modellashtirish va ehtimollar nazariyasida rand funksiyasi ishlatiladi. U 0 va 1 oralig'idagi tasodifiy sonlarni generatsiya qiladi. Bu simulyatsiyalar uchun juda muhim. Ilmiy hisob-kitoblarda ln va exp funksiyalari qo'l keladi. Bularsiz o'sish sur'atlarini yoki murakkab foizlarni hisoblash qiyin. Excel imkoniyatlari cheksiz. Ko'p o'zgaruvchili ma'lumotlarni ishlash, progressiyalarni avtomatik to'ldirish va hatto boshqa dasturlardan ma'lumotlarni import qilish mumkin. Varaqlarni qayta nomlash, nusxalash yoki o'chirish juda oson. Masalan, varaq yorlig'iga 2 marta bosib, unga yangi nom berish mumkin. Eng qizig'ini bir varaqdagi ma'lumotni boshqa varaqda ishlatish. Buning uchun formula ichida varaq nomi katak manzili ko'rinishda yoziladi. Tasavvur qiling, 3 ta do'konning savdosini 4-varaqda jamlamoqchisiz. Formulaga list 1, B3, list 2 nafaqat varaqlar, balki turli fayllar o'rtasida ham bog'lanish hosil qilish mumkin. Masalan, matematika faylidagi bahoni umumiy faylga chaqirib olish. Boshqa kitobdagi ma'lumotni bog'lanish bilan ko'chirib o'tkazish uchun spesialnaya vstavka va vstavit связь buyrug'idan foydalaniladi. Tashqi fayldagi ma'lumot o'zgarsa, asosiy faylda ham o'zgaradimi? Ha, buning uchun obnovit связи buyrug'i mavjud. Excelda 1 milliondan ortiq qator va 16 mingdan ortiq ustun bor. Bu ulkan ma'lumotlar bazasini boshqarish imkonini beradi. Ma'lumotlarni tahlil qiling va fayllarni o'zaro bog'lang.